Yoshlar, quloqlaringga quyibanglar. Birovni qiziga shahvoniy nazar bilan emas, nomerini olib aldab yurar emas. Bu ham kimnidir qizi, bizga ham qaytar dunyo bo'ladi. Innamal mu'minuna ikhvatun debdilar Rasululloh. Mo'minlar bir-biriga aka-uka degan Odam alayhissalom, Momo Havoni farzandlarimiz. Shular o'zimni opam, singillarim deb birov gapirsa ularni qaytarishimiz kerak-da. Shu narsa juda avjiga chiqibdi hozir. Ajrashishlarning 90% shu yoshlar to'ydan oldin u bilan gaplashib yurgan, bu bilan to'ydan keyin chiqib qolyapti, ajrashib ketyapti. Jahl kelganda yoshlar shuni bilinglarki, kelin bilan bir gap talashib turibsizmi, shayton shunday yelkangizga minib oladi, taloq de, talog'ini ber deb turadi. O'shaning uchun ehtiyot bo'laylik. Urush janjal bo'lsa ham taloq degan narsani og'zimizga olib kelmaylik.